dinda deb dunyoda, dunyoni deb dinda tashlamaydi meni yaxshi ummatim dedilar. Agar bugun biz faqat Qur'on hadisini bola mulla bo'ladi, qori bo'ladi, mulla bo'ladi, qori bo'ladi, mulla bo'ladi, qori bo'ladi. Nima bo'lamiz hamma mulla qori bo'lsak? Nima bo'lamiz ayting? Xor bo'lamiz, ishchi bo'lamiz, qul bo'lamiz, rabochiy bo'lamiz. Nimaga musulmonlardan u osmonga chiqmasligi kerak? Nimaga musulmonlardan falon millionlik zavod qurmasligi kerak? Nimaga musulmonlar katta mashina minmasligi kerak? Nimaga musulmonlar professor bo'lmasligi kerak? Qachongacha Tibetga yo Xitoyga yo Hindistonga borib, g'ayridinga borib 10 ming, 20 ming, 30 ming dollar pul tashab kelamiz biz. Bitta operatsiya 30 ming dollar, 20 ming dollar. Bitta buyrakni peresatkasi agar buyrak olib borsangiz 20 ming, 22 ming dollarga olib beradi. Qachongacha shuna yuramiz biz? Qachongacha degan savol. Bizi soddaligimizdan, bizi ishonuvchanligimizdan bular noto'g'ri foydalanyapti bular. Ko'zni ochaylik yoshlar. Dinni deb dunyoni tashamaylik, dunyoni deb dinni tashamaylik biz. Ikkovini mahkam ushlaylik. Bolalarimizni o'qitaylik, o'qisin. Chiqsin baland marralarga. Zo'r bo'lsin. Ana endi quvvatga ega bo'lamiz biz. Ana endi o'zimizga xon bo'lamiz, o'zimizga bek bo'lamiz. Kuchayamiz, zo'r yashaymiz. Bu dunyoda ochig'ini aytganda puli bor odam zo'r yashaydi. Oxiratda savob bor odam zo'r yashaydi. Bu degani nima degani? Pachkalab pulni ham bosing, pachkalab savobni ham bosing. Savobni o'zi bilan qorin to'yib qolmaydi. Mana hozirda peshin o'qidik. Tiqiq qo'lingiz cho'ntagingizga. Kimning cho'ntagida 50 dollar paydo bo'lib qoldi? Savobni o'zi bilan qorin to'ymaydi. Savobni o'zi bilan uyga hammom qurilib qolmaydi. Mana 30 pora Qur'onni xatm qiling. Kim bizga bitta tiko tashab ketadi? Tiko olish uchun ishlash kerak, pul topish kerak, izlanish kerak, kalla qatirish kerak. Keyin biz o'samiz, keyin bir rivojlanamiz. O mana o'rta asrda 200-300 yil oldingi yengilishimizga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Birdamlik bo'lmadi. Chakmonni kiyib, sallani kiyib yuraverdi. Dunyo ish bilan ishi bo'lmadi. Bitta miltiq chiqarilmadi. Nayza bilan qilich bilan yuraverdi. Oxiri nima bo'ldi? 4 tasi kelib miltiq bilan olib qo'ydi. Xor qildi, ustimizdan kuldi. 100 yildan oshiq qul qildi bizni. Eshakdek ishlatdi. Ustimizdan kuldi, xor qildi, qamadi, o'ldirdi. Mana Triguo 80-90 yoshlar bilan gaplashing. Men partiyada a'zo edim deydi. Uyimda Qur'on o'qib duo qila olmadim dadamga deyapti. Skaska emas bu, tirik tarix bular. Bugunchi bugun. Palon organda ishlaydigan odam 5 kun 10 kun uyda patak uzatyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Qatta Qur'on o'qilmayapti. Katta majlislarda Qur'on o'qilyapti. Yana qana bizga diniy erkinlik kerak bizga. Ayting, yana nima qilsin yana? Nima bir-birimizni urushishimizga borib Alloh akbar bir-birimizni otib o'ldirishimizga ruxsat bersinmi? Alloh Qur'onda aytadiki: "Va la in shakartum" agar shukr qilsalaring la azidannakum. Men ko'paytirib beraman dedi. Va la in kafartum agar shukr qilmasalaring dedi. Kufroni ne'mat qiladigan bo'lsalaring men olib beraman demayapti Alloh. Inna azabi la shadid dedi. Yomon ham azoblayman dedi. Qadriga yetaylik azizlar. Qadriga yetaylik. Mana yosh kattalar aytsin, qatta oldin bilan maviza bo'lgan, mana shunaqa baqirib, baland ovoz bilan. Aroq harom deyilmagan. Aroq harom degan gapni gapirilmagan. Roza tutalmagan otishasiga, hayit namozi o'qiy olmagan. Masjidlar omborga aylantirildi, otxonalarga aylantirildi, molxonalarga aylantirildi. Hozirchi mana men imom sifatida aytaman. Dek kelganda agar namozxonlarga sharoit bo'lmasin, chaqiradi, "Ey, o'g'nab qo'y, nima? Masjiding bunaqa, nimaga usulitring chataq" deydi. Yana bizga qana imkoniyat kerak. Musulmonlar ibodatini bemalol bajaradigan joyda u nima deyiladi? Islomobod deyiladi. Bemalol haqiqamizni qilyapmizmi? Umra hajimizga boryapmizmi? Namozimizni o'qiyapmizmi? Azonimiz baralla aytilyapti. Men hozir mikrofonda azon aytib xursand bo'ldim men. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. 43 yil bitta masjidda imom bo'lgan Marg'ilonlik, Toshloqda yashaganlar, Marg'ilonda imom bo'lganlar Sobir hojida o'tdilar. Xudo rahmatiga olgan bo'lsin. Shu kim aytib berarlarda? Marg'ilonda sentrda xonaqa bor bilsanglar, ikkita baland minorali xonaqa masjid, kattalar bilasizlar. Shuni bir joyi tushib ketuvdi dedilar. Somon suva qildik, somon loy qilib suvadik hali joy. Prosta suvab qo'ydik, tekslab qo'ydik. Ertasiga OBX chaqirdi bizni. Sanlar nimaga masjid quryapsan deb bizni jazo oladi deyapti. Bitta joyda suvab qo'yganiga
Hozir masjidda sizlarga tahorat sharoit yaxshi bo'lmasin-da, chaqiradi imom va aka deydi. Sen nima mehrobda turib namoz qilishga sharoit qilmayapsan deydi. Hayit namozi, juma namozlarida, taroveh namozlarida turibdimi aytdi bitta ikkita xodimlar. Nimaga? Tinch namoz o'qib olsin, betartiblik bo'lmasin deb. Liboy yig'ilishda qarang, birinchi safda ahli ilm o'tiribdi. Olim o'tiribdi, imom o'tiribdi. Nimaga? Fikri eshitilyapti. Sizlar nima deysizlar? Nima qilsak bo'ladi degan ma'noda. Azizlar, biz shukr qilaylik-da, o'zimizdan ketib qolmaylik-da. Xudo xohlasa bundan ziyoda bo'ladi inshaalloh. Bundan ziyoda bo'ladi, bundan zo'r bo'lamiz Xudo xolasa. Bizni o'rta asrda dunyo tan olgan. Diniy, islomiy tamaddunga bilasin bobolarimiz qana hissasini qo'shgan. Nimaga o'shalar mana Burxoniddin Marg'iloniy mana uzoqqa qaytmaylik. Fiqhda dissertatsiya yoqlab Al-Hidoya kitobini yozgan butun dunyo tan oladi bu kishim kitoblarini. Shular siz yoki siz aytayotgan hadisni ko'rmaganmi Burxoniddin Marg'iloniy? Bilmaganmi shu hadislarni? O'g'aninglar yoshlar. Shu sohadagi mutaxassis, shu sohadagi professorlar qilmayotgan ishni nimaga bugun biz qilamiz deyapmiz. Shuning uchun azizlar imkon darajada to'g'ri yo'lda Allohdan so'rab, shunga intilib, kitoblarni o'qib, ulamolarimizga quloq soladigan bo'lsak, inshaalloh kam bo'lmaymiz, xato qilmaymiz, adashmaymiz. Endi bilaman, jicha ovozni baland qilib gapirdim. Maqsadim yetkazish. Balki vali o'zimcha o'xshatib siyosat va Xudo saqlasin. Men ham siz qatori bitta fuqaroman, siz qatori bitta bandaman. Endi Alloh shu xizmatni berib degan shekilga chiqib gapiryapman. Mana yaqinda 1,5 yil ishlamay yurdim. Mana o burchaklarda o'tirib yurdim mana. Yana nasib qildi, yana gapiryapman. Ertaga yana olib qo'ysa yana o'tiraman o'sha yerda, yerga qarab, qoragani masalasini eshitib o'tiraman. Mana oddiy odamman mana. Noldan kambag'allikdan chiqqan oilaman mana. Oddiy ishchi oilaman mana. O palonchi emasman mana. Men baqa kelib olib nima demoqchi? Buni noto'g'ri tushunmanglar. Men sizlarga siyosat qilmoqchi emasman. O'zimda bor, men ichimdagi dardimni sizlarga aytgani keldim men. Shu dardlashay deb keldim men sizlar bilan. Shuning uchun azizlar kelinglar. Nima deydi? Teskarilik, bir-birimizga to'mtayish, nima shuna narsani yig'ishtiraylik, do'st bo'laylik, duo qilaylik. Allohim o'zing mehribon zotsan. Qo'limizni ko'tarib o'zingdan so'rayapmiz. O'zing aytgansan, Alloh va'da berganda, bandalarim qo'lini ko'tarib duo qilsalar, men qaytarishdan, quruq qaytarishdan hayo qilaman deng. Allohim sirotum mustaqimda hammamizni bir qilgin, adashtirmagin, qalbimizga bir-birimizga nisbatan adovat, dushmanchilik, yomon ko'rishlikni solib qo'ymagin Parvardigor. Alloh uchun o'zi hammamiz bir-birimizni yaxshi ko'rishligimizni Allohim o'zing nasib va ro'za aylagin. Yashab turgan joylarimizni tinch qilgin, osuda qilgin. Har xil balo, ofat, yomonliklardan o'z panohingda asragin. Shu tinchligimizda, ofiyatimizda xizmat qilayotganlarni hammalarini o'z panohingda saqlagin. Allohumma solli va sallim va barik ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmanir rahim. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.